Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 10-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.060 so'm 27 tiyin bo'lib 37 so'm 35 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.916 so'm 35 tiyin bo'lib 73 so'm 16 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 148 so'm 87 tiyin bo'lib 73 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 93 tiyin bo'lib 9 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.